Tojikiston va pesh. Assalomu alaykum do'stlar. Ushbu videomizga bitta like bosib, kanalda yangilar podpiska bosib, Rossiyadan deport bo'lib, Rossiyaga kelolmay yurgan akalarimizga yuborib qo'yamiz. Tojikiston, O'zbekiston farqi yo'q. Bemalol borib ishlasalaringiz bo'ladi. Dushanbe poytaxtida monolit ishimiz beton qatlama 120 somondan qo'yiladi. Tepovoy esa 320 somondan. Har etajiga pullaringiz raschat qilinadi. Ishda pulni berayotgan odam men o'zimga yaqinim bo'ladi. Ushbu videomizni tarqatib qo'yingizlar. Brigada bo'lib 10-15 ta 20 ta odam bilan ish boshlasangiz bo'ladi. Ekrandagi megafon raqamlarga bemalol aloqaga chiqib, ishga borishlaringizni tavsiya etib qolaman. Brigadalar bo'lsa aloqaga chiqingizlar yoki brigada bo'lmasangiz ham 1-2 kishi bo'lib ishga bormoqchi bo'lsalaringiz, bemalol telefon qilib ishga joylashib qolingizlar. Oyiga 10 ming 15 ming somon o'zimizda topasizlar. Bu degani rublga 100 ming 150 ming rubl degani hozirgi kursda. Gazini bosamiz, biz sizlarga cho'tka ish chiqarishda davom etamiz. Bizni kuzatishda davom etingizlar. Va Telegram kanalimda profilga qo'yib qo'yganman. O'tib obuna bo'lib qo'ysalaringiz, Rossiyadagi ishlarni, Tojikiston, O'zbekistonda ishlarni birinchilardan bo'lib bizda kuzatib borasizlar. Sog' bo'lingizlar, joningiz omon bo'lsin. Hamisha batesh, suxani peshvo, rahnamoyi mo. Tojikiston batesh, hamisha batesh.